alaykum aziz va muhtaram do'stlar. Bugun sizning hukmingizga yangi bir turkum ko'rsatuvimizning ilk sonini taqdim etish niyati bilan baholi qudrat harakat qilib turibmiz. Biz ko'p munozara va bahslardan so'ng ko'rsatuvimizni muallif deb nomlashga qaror qildik. Nega endi aynan muallif degan savol tug'ilishi tabiiy sizlarda. Ushbu savollarga va tug'ilajak boshqa fikrlarga ijodiy guruhimizning mahsuli bo'lmish muallifdan javob toparsiz degan umid bilan ko'rsatuvimizning ilk sonini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Cholg'u musiqa san'ati o'zbek xalqining boy musiqa madaniyatida salmoqli o'rin tutadi. Tasviriy san'at yodgorliklari cholg'u asboblarining qadim zamondayoq vujudga kelib, xalq orasida keng tarqalganligidan hamda ularning birmuncha takomillashganligidan darak beradi. Uyg'onish davrining buyuk olimi Abu Nasr Forobiy va boshqa olimlarning musiqaga oid risolalarida ud, tanbur, g'ijjak, nay va boshqa musiqa asboblari bilan bir qatorda rubob va uning turlari haqida qimmatli dalillar keltirilgan. Qobul Usmonovni biz ko'rsatuvimizga Qashqar rubobining nazariy va amaliy mutaxassisi, boshlang'ich rubob darsligining muallifi sifatida taklif etdik. Yangi kitobingiz chiqibdi, rubob darsligi. Ushbu kitobni ham sizni tabriklayman, samimiy. Rahmat. Aytingchi, bu sizni birinchi kitobingizmi yo oldindan chiqqanmidi kitoblaringiz, darsliklar? Bundan oldin 1975-yilda bitta darsligimiz chiqdi. Undan keyin ustozimiz Bo'rivoy Mirzaahmedov, hamkasbimiz Valixo'ja Tashxo'jayev bilan va men uchalamiz bitta kitob chiqardik yana. Bu endi uchinchisi. O'sha birinchi kitobimni kengaytirib, yana unga yaxshi yangi narsalar qo'shib, yangi etudlar qo'shib, boyitib, hozirgi kundagi o'quvchilarga javobiga talab bo'ladigan qilib hozir yozdim. Siz juda ko'p yillardan beri O'zbekiston radiosini xalq cholg'u ansamblida sozanda bo'lib ishlab kelasiz. Xalqimizda bir gap borki, ota kasbini egallabdi deyishadi. Sizni farzandlaringiz ham ota kasbini egallashganmi? Egallashgan bo'lsa qaysi birlari? Meni 5 ta farzandim bor. Shulardan 3 tasi shu bizning kasbimizni egallagan. 2 ta qizim o'sha bog'chalarda muzika o'qituvchisi. O'g'lim Murodjon ham meni kasbimni egallagan. Yana 2 ta qizim o'qituvchi, ular ham shu maktabda dars beradi. Lekin farzandlarimni hammasini qo'ldan shu bir asob olib, ozgina narsa chalsa qo'ldan keladi. Ijodingiz davomida musiqa muallifi ham bo'lganmisiz? Musiqa muallifi ham bo'lganman albatta. Bir necha qo'shiqlar yozganman. Mana shu kitobimga ham etudlar yozdim. Undan keyin kichikroq kuylardan yozdim. Qo'shiqlarimdan shifokorga tasanno, ko'ngillar tinchligi, ellar tinchligi, unutmabsan kabi yana 5-6 ta qo'shiqlar bor, yozganman.
cholg'u musiqa san'ati o'zbek xalqining boy musiqa madaniyatida salmoqli o'rin tutadi. Tasviriy san'at yodgorliklari cholg'u asboblarining qadim zamondayoq vujudga kelib, xalq orasida keng tarqalganligidan hamda ularning bir muncha takomillashganligidan darak beradi. Uyg'onish davrining buyuk olimi Abu Nasr Forobiy va boshqa olimlarning musiqaga oid risolalarida ud, tanbur, g'ijjak, nay va boshqa musiqa asboblari bilan bir qatorda rubob va uning turlari haqida qimmatli dalillar keltirilgan. Qobul Usmonovni biz ko'rsatuvimizga Qashqar rubobining nazariy va amaliy mutaxassisi, boshlang'ich rubob darsligining muallifi sifatida taklif etdik. Ming bor rahmat sizga. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurib, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. O'ylaymizki, tomoshabinlarimiz ham rubob bobida, rubob xususida ayrim bilmagan narsalarni bilib olishgan bo'lsa ajab emas. Yana bir marta rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.